Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum To'g'liqqa, Mavlanka, Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga qatnashib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizga rahmat. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom Fuka. Unda hozir programmamizni boshlaymiz. Bugungi programmamiz muhim bo'lgan bir programma. Vaqt e'tibori bilan balki programmani ya ikki qism bilan qilamiz ya bir qismga. Shuning uchun biz vaqtni tejash uchun iloji bir qismga yig'inchoqlaymiz, bo'lmay qolsa ikki qism qilamiz. Unda savolninki shu muhim qismiga kiritaylik. To'xtab Facebook seniki kirsam chiqmadi o'tir Facebookda. Facebookda tamam. Chiqibdi. Chiqatamda. Assalomu alaykum ekran oldi qarindoshlar. Ovozimiz bormi, yo'qmi? Bu ovozni bir sinab boqaylik. Assalomu alaykum ekran oldi qarindoshlar. Ovoz. Hamsa boshlaylik. Shunda bo'lgan bugun 3 kunning oldida Amerikaniki yangidan prezident saylangan Donald Trump o'ziniki haqiqat ijtimoiy taraqqiy qisqasida Rojdestvo bayramini qutlug'lash munosabati bilan o'zining e'lon qilgan tabriklash bayonotidan keyin o'ziniki zimin setib olish, ya'ni Daniya igdorchiligidagi Gerland orolini setib olish, shundaqla Kanadani Amerikaning 51-shtat qilish qatorliq yozmalarni e'lon qilgandiki, bu dunyoda kuchli diqqat qo'zg'adi. Bu munosabat bilan biz unda Amerika nima uchun zimin setib oladi? Amerikaning zimini shu qadar kengri, tarixda Amerika qaysi ziminlarni setib olgan, u ziminlar qaysilar? Bu ziminlar Amerikaningki tarixida, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy tarixida qanday rol o'ynagan? Mushu munosabat bilan biz bu programmani o'rlashtirdik. Unda bo'lsa savolniki biz o'ziga kiritaylik. Birinchi savol. Amerika tarixda boshqa davlatlarning ziminini setib olishga maqsadi nima? Mushundan boshlaylik. To'g'liqqa sizdan boshlandik. Va alaykum assalom bütün dünyadaki barlıq Şərq Türkistanlıq yerindaşlar. Bugün hem de aldırışla çıqqandek buldum. Çünkü mening saat 2'de sefer çıkadigan vaqtim bo'lib qolgancha, shuning uchun. Lekin mazmun Abdurimjon tushuntirib o'tgan mazmun nihoyatda bir qiziqarli bir mazmun bo'lg'ashqa bugun shuni boshlaylik. Endi mencha balki shu 1 soat vaqt ichida buni tugatolmaymiz, chunki vaqtni so'zlaydigan mazmunlarni aytib, bularni aytib chaqqan o'tkazadigan bo'lsak, toza ahamiyatli bo'lmay qoldi. Shuning uchun buni boshlaylik. Men bu gapni oz qilib boshlay buni. Oldi bilan shu Amerikaningki shu tarixdagi zimin setib olish jarayonini so'zlashtirib oldi bilan Amerikanın hozirgi xaritasi, hozirgi ahvolini bir qisqacha to'nsurib deymiz. Hamda hammamiz bilgandek Amerika Qo'shma Shtatlari, yani buning ismi ham United States of America deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda shu 50 shtatdan tarkib topgan. Buningki hamda bir ayrim bir yer bor, yani Washington DC degan Amerikaningki ma'muriy o'rnida u 50 shtatning ichiga kirmaydi. Ayrim o'z oldiga bir district, alaydilik boshqarish rayoni deymiz. Bu 50ning ichida 48ni continental states deydi. Continental degan Amerikaning ziminining, Amerikaning qit'asidagi sirtida bo'lganlarni sirtidagilarni hisob qilmaganda 48 bo'ldi. Ya'ni ikkisi qaysilar deganda Alaska bilan Hawaii. Bularma Hawaii deganin 50-shtat, eng oxirgi shtat. Alaskani o'zimiz bilamiz, umuman bir ayrim bir shtat. Mushtaqda Amerikaning aholisi hozir mana bugun tekshirsam 341 million ekan. Bularning ichidagi hamda demografik ahvolni aytganda 61
61,5% aqtanlik, qolganlar shu har qaysi yerlardan kelgan bizga o'xshash shularni tarkib topgan, ular shu 38,5% takni egallaydi hozirgi ahvolda. Shundoq endi. Endi tarixni bir qisqacha Amerika qit'asining tarixini bir qisqacha so'zlab o'tgan bo'lsak, endi tarixiy shunoslarning tahlil qilishicha Amerikada shu 12 ming yildan burunli bu yerlik insonlar yashagan ekan. Bular endi bularni hozir yerlik indigenous xalqi deymiz. Bularni keyin Yevropa mustamlikchilar kelib bularni keyin qirib yo'qotib o'tganda o'z vaqtida shu oqtanliklar Amerika kirish vaqtida Amerikaninki shu nupsi endi bu yerda error rate night yuqori 500 mingdan 10 milliongacha debdi-da, deb nima qilgan ekan bu. Endi bu Amerika qit'asi, Amerika bir hisobda tarixi nihoyatda qisqa bir yer-ku. Bu zaminga Columbus davrini boshlagan Columbus 1492-yili Karibiyan dengizi tarafni topganda, topgan. Shuningdan keyin andikin bu Columbus nima İspaniya hukumat avatgandan keyin avatganlik sababidan shuning bilan Ispaniyaning ta'siri Amerikada emas, yana Janubiy Amerika tarafdan nihoyatda kuchayib ketgan. Ularning degan janubdan kirib Ispaniya zaminni kengaytib, yuqori kengaytdi. Keyin andikin inglizlar kirdi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropadagi boshqa kuchlar, masalan Fransiya deymiz, Germaniya deymiz, Daniya deymiz, İspaniya, abay deb o'tdim. Bularning hammasi Amerikaga kirib, asta-asta Amerikani egallaydi. Bu endi tarixdagi ahvol shundoq. Endi ikkinchi xaritani ko'rsatgan bo'lsangiz, Abdurimjon xafa bo'lmay, shu nimadan boshlaylik? Amerikaningki dastlabda qayana. Mana xarita qarang. To'liqga mas savolning temisi, mana shu bir temadan boshlaydichi, Amerikaninki zimin shu qadar kengri turib, nima uchun zimin setib berishga maqsad qiladi? Maqsad nima? Mushundan keyin savolni chatib. Maqsad buningki maqsadi nihoyat aniq qo'y. Buning maqsadi nima deganda, chunki Yevropaliklar Amerikaning shu sharqi qismiga kirdi-ku, kirib andikin bu yerni egallaydi. Egallab bo'lgandan keyin shu nopusning ko'payishiga ehtiyoj bo'lib andikin bu mustamlik davlatlar degan, masalan shu Angliya, Fransiya, İspaniyadagi mustamlik davlatlar o'zining ziminini vaqtlar degan kengaytishni nim qildi. Lekin nopusning shu Amerikaga kirish sababidan bular shu ziminni shu sharqdan g'arb tarafga kengaytish kirishgan. Shundoq sababdan bo'ldi. Bu yerda yana shu mazmunga qaytib keladigan bo'lsak, eng dastlabda Amerikada shu 13 regional states deydi. 13 shtatlar var. 13 shtatlar şu vaqtida shu birlashib shu birlikda boshqariladigan bir nimani qurayli deb shu bir nima 13 aslidagi shtatlar shu United States of America deb qurdi. United degani birlashgan degan so'z, state degan davlatlar degan ma'noda. Shu birlashgan davlatlar degan ma'noda aslida. Endi hozir qo'shma shtatlar deb olmaymiz-ku, aslida 13 di. Bu 13 g'arbdagi nimalarni egallagandan keyin bu yerlardan asosli keyin bu yerda dastlabda bo'lgan inglizlar kelgan, fransuzlar kelgan, andikin danishlar kelgan, germanlar kelgan. Keyin bularning ichida inglizlar yani Angliyalik mustamlikchilar bular nima qilib chiqibdi? Shu 13 aslidagi shtatlarni aslidagi inglizlar asos qilganda. Shuni bu yerda xarita qaraydigan bo'lsak-ku, Kanada taraflarni, andiki Ohio rayonlari bo'ldi, ular qiziqish rayonlar bo'lsa, Ohio rayonlari. Bularni inglizlar boshqargan, nima kirib bo'lganda Kanada mushtaraflar. Andiki janub tarafdan men deb o'tdim bu Ispaniyaning ta'sir kuchi kengayib, bular shu janub tarafdan, Karibiyan dengizi tarafdan yuqori qarab Amerikaning g'arbi tarafdagi shu hozirgi Kaliforniya shtatlari, hatto keyin Oregon shtatlari degan shu g'arb tarafdagi ko'kish rayonlar bor. Shu yerlarni bu ispanliklar egallab ketgan. Endi Fransiya qanday bo'ldi deganda, Fransiya kirib shu yuqori tarafdan kirdi, ammo ularni yuqori tarafdan, to'g'on tarafdan kirib, bularning ta'siri shu
o'ttir qismlarida Fransiyaning ta'siri nihoyatda kuchli bo'ldi. Bular shuning uchun qanday bo'ldi deganda eng dastlabki setib elish, endi bu haqiqiy setib elish shu. Bu shu Luizanna setib elishi deb ataldi buni. Buning ayrim nimasi bormi, yo'qmi? Luizanna setib elish ayrim. Shu nimasi bor buningki Luizanna ya. shu tuturmas savollar bir nim qilib olaylik. Hozir mishata setirishimiz hamda kelmez. Biz Mevlankamni so'raysiz. Mevlankamga nima qilib, Amerikaning zimin setilish jarayonida qanday tadbirlarni qo'llangan? Hozir mushtam Mevlanka siz bir javob bering. Amerikaning masalanga Amerikaning dastlabda tajovuzchi. Okay? Yevropa aviya tajovuz qilgan dastlab setib olgan yeri indiyalikdan Long Island. New Yorkning kichik bir yung ayni hozirga nisbatan hozir pulga shunday cho'ng ayni indiyaliklar ushak birini berib $25 setib olgan. Hozirga nisbatan aytsam. Undagi uyat tumayda bu Yevropada vaqtlarda haqlar Yevropada yiliqi nima qirg'inchilik uchirgan, yiliqi ziyonkashlik uchirgan din tarafdan hammasi Amerika tarafga qochdi Yevropadan. Qochgandan bu biya kelib ya aldı bir payan baylık. Aldı baylık. Şunun için şu baylık qarab mangay bəgə Amerikanın Roy Adventure deydi. Təvəkkülçilik. Aldımızda Nimbaki-də kengeyip kiti bəgən tosal qoyub qalsa Angliyanı ağdırıb ətkəndikin Amerika özü dövlət ştatını qurğandikin o bunu ştat. Xalq davamlıq aldığa yeni baylık izləb mangıdı Golden Rush deydi. Nift rush aşılan izlab aldığı mangı baba kendiki yerler tügep buldu, hak ip buldu. Kalan haklar ne buldu? Mangın baylık gerek de aldığı qarab mangıdı. Üç kıtım dolkun buldu. İkinci dolkunda Amerika'nın otturgu igellaydı. İgellap mesela Texas kildi. Texas gelgende o vaxtıda Texas'da Spanish'la igellap boğan. Ular bile uğruş kılıp üyen eli valıdı. Üyedim mangandikin yanı ta aldı torulup kalgan ta Kaliforniya kelgendikin Tinich okuyan bulanın aldı ne ahırı müşerkedeydi. Şu Tinich okuyan gelince bu cereyanda baylık izler, altın izler. Tahminen kaç yıldır şu siz deyatkan tarihler? Şu Amerika'nın kurulgandan tatip manda İslam ta şu Hawaii'ni ilvağınca desem şu altın kasırının utturgıcı. 1607 yıldan başlap şu 1780 yıllargacha. O vaqtcha mush ichida bo'lgan ilk ketaverib qolgan gapda eng oxiri Kaliforniya keldi. Kaliforniyani Meksikalar bilan so'qishdi. So'qashgandan keyin Meksikalarni bizga sitpa deydi. Avval Meksikalar sotmaymiz deydi. Urushdan Meksikalar yengilib qolgandan keyin amalsiz hozir Kaliforniyani nihoyat arzon sitib berdi. Keyin Alaskaga keldi. Alaskani Ruslarning qo'li o'tdi. Rusning podshohlari uyat o'g'laydiganni o'g'lab, etadiganni etib berdi. Hech qanday nima qolmadi deb, boylik qolmadi quruq deblar. Hozir Amerikaning puliga bunda bir 20 millionga setib berdi. Şu Alaskani setib oldi. Setib qonun bilan ishg'ol qilish bo'lmadi-da, Amerikaning bu yerning nemishqa hamma set ilib oldi desa, tarixda ishg'ol qilib oldi degan nomni olmaydi Amerika. Setib oldi. Hawaii'ni hem de üzlükdelik padişahlık adım kalmagan ip kaldı. Muşa hemmisi Amerika'nın setib elişinin asas koyu setib algandikin sen üzerine ilgili hukukunu berip etse. Senin başka devletler mesela Meksikalılar hazır Texas'ni, Kaliforniya'nı kadimde biz yaşayan diyen bile özünün devleti setib bergen kanun hüccet var. Şunun için bu yani ular bizning ziminimiz deb jakarlanmaydi. Çünkü setib berib etgan. Şunun o'xshashi Amerikaning uzun so'zlakcha qisqa tarif o'tsak. Mushu men birdan turib men nemishqa men yeshillandi bilan Panamani oldigan to'g'riliq men birdan turib so'z. To'g'riliqqa unda o'xsa sizniki shu Facebook yozgan yozingizda Amerikaniki setib olgan ziminlarni nihoyat ixcham shaklda tushundingiz. Ashunga o'taylamsa siz shu yozmangiz bo'yicha Amerikaniki setib olgan ziminlarni bir qisqacha tushundigan bo'lsangiz. Birinchisidan boshlandik.
Bo'ldi. Abay Mevlan muşuluk emdi asasen kengeyişninki bütün jarayonini aytib qisqa so'zlab o'tdi. Men biroz endi tafsilotiga kelay. Bu abay men deb o'tgandek 13 shtat o'zlari United States of America deb jakalgandan keyin endi Angliya bunun qo'shilmaydi. Angliya shuning bilan bir nurg'un armiyalarini avatib, endi Amerikani berib Gapimiz beryaptim. Kechiring. Aş bu yıl ay kunlarini bilsangiz, işimiz yılını çok yıllarını eskartib qo'ysangiz. Ya yılları men abay deb o'tdim 1776 yilga kelgancha Amerika George Washingtonning yetakchiligida, mana Washington DC degan ya shuning nomini qo'yilgan, shuning yetakchiligida bu Amerikani mustaqil davlat deb nima Fransiya buni e'tirof qildi. Fransiya e'tirof qilgandan keyin 1776 yili bu Amerika Qo'shma Shtatlar shu vaqtda qurildi. Shu qurilgan vaqtida endi 13 shtat degan dastlab 13 shtat qirg'oq tarafga Serxiyalar shu. Keyin lekin biroz mana Western regionda g'arbiy rayonlarida biroz kengaytirilib, bu yerda shu naytliq xuddi talay kelganda bularmi hammasi shu Amerika qo'shilib ketdi. Qo'shilib bu endi rayonlar nada deganda mana Mississippi daryosi bor. Mississippi daryosi degan Amerikaninki to'g'risiga kesib chiqilgan bir cho'ng daryo. Dünya Amerika için en uzun daryo. Bu daryo bo'yiga borguncha shuning bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ldi. U faqat Amerikaninki hozirgi zaminninki 3dan 1 qismi. Xo'sh, bu degan 1776 yillar atrofida bo'lgan ishlarda. Shuning bilandiki bu Amerika mustaqil davlat bo'lgandan keyin Abay Mevlan deb o'tgandek bu kengayish orzusini shu vaqtdan boshlab nima qildi? Lekin bu yerda nayt bir talay kelib qolgancha bu endi Louisiana City Village degan bir narsa bor. Bu City Village'da Amerika hech qanday bir urush qilganmi yerimi yo'q. Hech qanday bir nima qilgan yo'q. Abay deb o'tgandek Mississippi daryosining o'sha janub-chidichu nima New Orleans degan bir shahar bor-ku. U New Orleans shahar o'z vaqtida nayt taraqqiylangan Amerikaning ichidagi eng cho'ng bir shahar. Nima sababdan shunday bo'lgan deganda Mississippi bilan daryosi bilan bog'liq-ku. Mississippi daryosini bo'ylab shu dehqonlar deymiz, shu nimalar o'zining mollarini shu Mississippi daryodan shu nima New Orleansga to'shib beshi Mississippi daryoning beshida shu yerdan andinkin paraxodlar orqali Amerikaning mau sharqi qirg'iqqigacha yutkaydi. Chunki Amerika degan o'zi sharq qirg'oq vaqti, g'arb qirg'oqda bo'lgan yeri yo'qda, shuning uchun buning nihoyat muhim ahamiyati bor. Endi Mississippi daryosining g'arb tarafi Fransiyaga tarafda vaqtida. Endi uning tarixini inchiklab so'zlab ketsak yomon nima, lekin bu nihoyat cho'ng, bu Amerikaning 3dan 1 qismini, hozirgi 3dan 1 qism egallaydigan nihoyat cho'ng rayonda. Bu yani endi aslidagi maqsad qanday bo'lib ketdi degan chaqda oshiliqi Thomas Jefferson degan Amerikaning prezidenti shu vaqtida bu uningki maqsadi New Orleans bor, New Orleansni kontrol qilganda shuning bilan bu nimaga Fransiyaga New Orleansni bir 2 million dollar setib bersanglar deydi-da. Bu payt qandaqlarcha Amerika shunda talaylik bo'lib qoldi degan chaqda dal shu vaqtlarda qani men yilini bir yerda deb o'taylik, shu vaqtida yillari shu 1840 nechinchi yillardagi ishlarchi bu 1840 nechinchi ishlar. Shu vaqtida bu Napoleon bormi? Napoleon Bonaparte Fransiyani so'ratdi. Vaqtda Napoleon Bonaparte'ning jang maydonlarida-chu Angliyaga utirib qo'yish xavfi uchraganda, uningda iqtisod kerakdi. Lekin Angliyaning vaqtida Abay deb o'tdim, Angliyaning shimol taraf ta'sir nihoyat qattiq vaqtlar, kuchli vaqtlarda shuning bilan biyalarni qo'shibli biroqlar Angliyaga tortib qo'ymaydigan anslashmi bor. Shuning bilan u Napoleon elchi avatib va sen u New Orleansni olmaydigan ashtarafning hammasini olsangmamdi deydi-da. Bu nihoyat talaylik bir ish bo'ldi. Shuning bilan Thomas Jefferson va osoq olayli degandikin qayalarni olma deganda nagichi bora olsang shu yerlarning hammasi o'zingning deydi.
Fransiyaga bağlıq aşı o'ttirdik yalançı. Aşanın nerge bara alsan şu zimin sana tava buldu deydi de şunun bilan bir yerda andikin o'ttirliqlarda bir yana bir nimalar suhbatlar o'tkazish orqali şunu Napolyon şu Amerikaninki Louisiana sitib elish nimasiga qo'l qo'yib, Amerikaninki o'ttirdiki, ya'ni şu Mississippi daryoninki g'arbiy andikin ma Amerika'nın çoğu ma Kaliforniya Mevlan avdan buldu. Ma Kaliforniya Oregon taraflarda çoğu bir Rocky Mountain tağları diyen tağ var. Bu tağla ma tarafına ağırıp durdu. Şu Mississippi deryanınki g'arbiden başlap şu Rocky Mountain tağları için buğan şundakçın hani 1 milyon 240 milyon kvadrat metrlik yani şu 15 milyon dollarga sitüydü. Bu 15 milyon dollar hazırki dollar sundurganda fakat 350 milyon iken. Demek bu Amerika'ya ait çoğun deleydi. Şunu ola Amerika kandak olduğu degende double the size of United States deydi. Amerika'nınki abay dep ötken şarkı kırgıtki rayonlarını yani bir as kengaytip şu Amerika'nınki hazır 3'ten 1 kısmını şunu ola igellep ketken. 3'ten 1 kısım emas, 3'ten 1 kısım azrak yani igellep ketken. Şu vaqtda Texas degan mesele var. Texas kandak olduğu degende Texas aslida de mavu nimenin yerdi. Şu mavu İspanya'nın yerdi. İspanya'nın yerdi. Lekin bu Texas'ta adamlarına ait az. İspanya hükümeti şu vaqtda bir hata kararı çıkarıp koydu. Şu hata çıkarıp bir yanın adamlarını köpeytimiz de buna ait adamına ait az olgandan keyin yani adam sanlarını köpeytimiz de xalığanlar kasanlar buldu deydi. Lekin Amerika'da abay Mevlan dep ötkende kengish arzusu var adamlar ait küçük olgandan keyin Texas'ka bazıları bir boy bir degan bek isliyek ya. O bir yer kelinglar degandan keyin şunu Amerikalıklar Amerika tarafdan Texas'ga küçük vardı da küçük berip ya da Amerikalıkların saniye ma yerlik Spanlıkların sanında neticesi köpeyip ketkendan keyin bular endikin asta şu vaqtda birlik İspanya harbiy evet bastırmamız degan yerde mag'lub bo'ldi. Şunun bilan Texas mustaqil davlat bo'lib oldi. Texas mustaqil davlat bo'lgancha Amerika tarixida. Lekin bu mustaqil davlat bo'lgani bilan bularningki ko'pinchisi Amerikaliklar bo'lgandan keyin Amerikaliklarga qo'shilishni xohlaydi-da. Xohlaganiga shu Amerika mandasi mana men tayyor men ayyor deblar uni Texas deb bir shtatga o'zgartirib uni bir shtat qilib oldi. Shunga Texas Amerikaga shu asosan jiq o'q etilmagan Texasni bir hisobchi yerlik aholilarininki orzusi bilan Amerika qo'shilgan. Bu yerda cho'ng urushlar bo'lib ketgan. Meningki o'qiganimcha faqat bir 300 adam o'ldi-ku deyman. Shunda bo'libdi, lekin u o'zligidan mustaqil davlat bo'lib ketdi. Keyin asta nimaga ketdi. Shuning bilan Amerikaning zimini yani mana naq shu vaqtida hozirgininki 3dan 2 qismi joyini nim qilgan bo'ldi. Shu orqali yana nima bo'ldi deganda ma'buliqa Florida var, Florida'dan sal qiziqishni qildim. Buning da emas, abay xaritada. O janublik seriqlarning asli qaraydi. Qo'shiya var, u degan hozirgi Florida. U Floridami asl İspaniyaga nimati? İspanya'nın yerida. U qanday oldu? U yerda shu jarayonlarda chegara majralari paydo bo'ldi-ku. Chegara majralari paydo bo'lgandan keyin Meksika hukumati vaqtda Meksikada davlat qurilganda İspanya nim bo'lgandan keyin andikin Meksika qurildi. Meksika davlati andikin bu shu chegara majralarini to'xtatish uchun bo'ldi men sizlarga shu Amerikaga berib o'tay yani. Bizga bundan keyin shu tinchlik bir hayotimizni basanglar yaratib basanglar bo'ldi deb ayani berib o'tdi. Florida'dan berib o'tgan shuni Amerika Floridaga ega bo'ldi. Shuning bilan andikin bu Amerikaningki hozirgi 3dan 2 qismini egallaydigan bir cho'ng nima. Endi yana bir qo'yay. Ma Floridaga adil basangchi Amerika qurilish burunki shu vaqtdagi Angliyaning shahri bor. Aşı Sipil zembiraklar qaraqchilar qarıştırılgan atıdığan. Amerika qurilishdan burunki hech qanday qurpa Angliya demidagi shahar hozirmi shu Floridaga borsang shuni ko'rsa ziyorat qilgin. Sipil shu bitta saqlanlar. Aşağı borsang shuni ko'rsa.
Ben Florida, ben mi rahmet mevla, ben mi Florida tarafı cık bağınçı o yer ben destek bağında ne diyen İspanlıklar cık, ne diyen Kübanlar cık karattım. Keyin qarab baksam bu diye aslı Adana yer ki. Şunun için uladı bir yer küçük yaptı, küçük yaptı değişkin bu maytken de. Bu emde senle başka top yapıp kaldı. Bir yerde muşum toplayla. Yani anınkileyle hem de garip taraf geldik de hem de garip taraf ki. Bu Amerika tarixidagi manifest degan bir atalg'u. Manifest degan abay Mevlam Azaq deb o'tdi buni. Manifest degan nima deganda shu butun Amerika qit'asini Amerika Qo'shma Shtatlariga tabe bo'ldi degan bir ko'z qarashdi. Shu bularning g'arizida hamda bir hisob zimindagi. Bular hamda shu vaqtlardan boshlabla bu Luizianani ip bo'ldi. Hamda shu g'arbdagi taraflarni alaylı degan manifest degan narsani atalg'ini uyg'urcha nima deymiz endi manifest deb alayli işte bir orzu umidda u butun Amerikadagi xalq fuqarolarning ishiga nima qilib ketgan shu xuddi hozir Amerika degan dunyoni so'ralaydi degan nimada bo'lgandekda u vaqtida Amerika degan butun nima g'arbdagi hamma yerlarni ta shu mavu nima okeangacha g'arblik okeangacha biz egallaymiz degan nimalar bo'lgan ekan shuning bilan bu taraflarni men abay qisqacha deb o'tdim bu taraflar mavu dastlabda Ispaniyaning ta'siri keyin asta Ispaniyaning bo'lib ketgandan keyin bular Meksikaning ma'lum nimasiga uchib ketdida shu Oregonga taraf bag'icha Kanadaga Oregon degan uch tarafdagi shu Kanadaga bilan chegara ashagacha endi hozirgi Kaliforniya shu o'ttirdagi shu bir muncha ashadagi g'arbdagi bir muncha shtatlar shularning hammasi mushaga kirdi shu bu endi urush orqali hal bo'lgan urush orqali qo'yayman bular ash Oregonda dedi-ku Amerika shu vaqtida Kanadaning o'ziga akirib olishga intilgan cho'ng so'qish bo'ladi lekin kanadaliklar Amerika qo'shilmaymiz deb qattiq kurash qilib o'zining mustaqilligini saqlab qoladi. Buni endi shuni to'g'liqqa ishtikishni qilsa tugmay qolib qoladi. Bildim, mishani o'tgan. Endi men kelayli yana gapni to'tiqa. Berib bo'lmadi g'aribga. Yana bir minut qoldi. Mishadandagi mayalarni cho'liq bir Texas session degan bir narsa bor. Shu vaqtida men Meksikalar Meksika davlatlaricha vaqtida Amerika bilan so'qishib, urushda yengilib nim qilib ketgandan keyin onda o'sha bo'la ala shahringni deb mishani nim qildi. Shuni Amerika 15 million dollar to'lab, yana hozirgi 500 million dollar deb pulga u shu Kaliforniya tarafdan Mevlanning turayotgan shtatlarini setib olgan bo'ldi. Bu yerda men tirnoqchilik setib edishda bu setib sotmasang biz fikrimiz degan gapda. Shuni o'ylab ma tarafdan bundan keyin shu Oregon ait bir talaylik bilan ham o yoqda bir qolgan yer bo'lgandan keyin deb Oregonni kirgizib oldi. Shuni bilan Amerikaniki mush nimasi ma'ning keldi. Endi Kaliforniyaningki hozir bir uchi yerimi yani Meksikoda. U yak basa Meksikoning Kaliforniyaga yaqin yerini ularmi Kaliforniya deydi. Am Meksikalılar aşkı bizning Kaliforniyani sen şu vaqtda aldab salib setib olding, biz ilib olmiz deb Meksikalılar ilgirki balı tug'ib ko'payib, hozir bizning Kaliforniyada 30% 35% odam Meksikan bo'lib bo'ldi. Bizning nima governor bizning shtatning boshlig'i Meksikan bo'lib bo'ldi, shahar boshliqlari Meksikan hozir. Bular biz aholini ko'paytirish orqali qo'limiz qolmas deb hozir bunga tirishyapti. Ya mesela ben bir narsani unutib qolmayman. Gadsden purchase debdi, Gadsden setib olish degan bir narsa bor. U garchi shu Mexican secessionda Amerika 15 million dollarga cho'ng rayonlarni setib olganda Gadsden ya shu vaqtda yana Meksika tava bo'lganda shunlar Amerika bo'ldi bu yerga biz qimmatroq bağ qo'yib shuni setib olaydi. Kichikini bir parchaga o janublik seriq Gadsden degan yerni ashani 10 million dollar to'lab setib oldi. Bu zaminni o ustidagi yo'g'on zaminni setish turganda nayt kichik yerda, lekin u nima uchun u yer nayt ahamiyat ko'p qoldi degan Amerika hukumati shu vaqtida temir yo'l yasaymiz deb ashyalar ehtiyoj bo'lib qolgan. Ehtiyoj bo'lganda kapitalistlar bo'ldi qimmat o'sim olayli deb 10 million dollarni bir hisobda shu vaqtda nayt qimmat bahoga setib olgan. U endi o'taylik mana biraz endi Alaska.
Alaska hamda bu mu bir Amerika'nın bir kelgen talihi? Alaska'da bir coğrafyalik o'rin ne? Aka tushundirish. Alaska'nın coğrafyatik o'rni şu Kanada bilan tutashliq, shu meyda xarid ko'rinmaydi değil mi? Kanada bilan Ko'rinda tutashliq. O'sha bago degan mavu süsün ye bago degan Kanada oldu. Mavu o'ttirikse Alaska a tarafi nima Rusya. Endi u yerda Rossiyaning qanday iloj bu yerga kelib qoldi deganda o'z vaqtida tarix vaqtida uzun yil tarix vaqtida bu yerda muzlar to'nlab ketadi ekanda shunga mavu sharqdagi yana bizning ajdodlarimiz bir hisobda shu Mongoliyani shimol tarafdagilar bular ashyalardan ko'chib nima tarafga ko'chib kelganda Alaskani kesib o'tib bu Alaska buni 1800 1700 yılın ahırları Rusya'ya tabi ayyadı. Naiti keng. Bu yanın zimini çok naiti keng. Bu Şarkı Türkistan'ınki zimini bilen tank yıldıgan bir rayon. Bunu hiç adamlar bilmeydi ki Alaska'nın küçük ya. Naiti çoğun yer bu. Lakin şundak çoğun yer Rusya'ya nispeten anca ehmiyet kalmayan bir yerde. Çünkü o Rusya'ya naiti jirak uzun nimelerden üyege bardığan gap, üyege bağanlıkı köçüp bağan Ruslar dastlabki bu yerda boy bo'limiz deb so'd qilishimiz deb borgandan keyin u yerda undaq qimmatlarni ko'rmagan hech qanday foydani ko'rmagandan keyin shuning bilan shu vaqtida bu nima Amerikaning polki deymi prezident polk shu vaqtda shular bilan suhbatlashib bo'ldi bizga setib bergan bo'lsang degandan keyin Rossiya shundaq xushal rozilik bilan shu setayotganda o'rislar shunday xush bo'lgan chunki bu birmuncha kirim kirdi deydi amaliyotda kirgan kirimi nima deganda 7 milyon 200 ming dollar ekan shundoq cho'ng sharqi turkiston ziminiga o'xshash cho'ng ya'ni 7 milyon 200 ming dollarga shu setib bergan Amerikaga rozilik bilan sotgan hatto vaqtda Rossiya shunday rozilik bilan sotgan bilan Amerikada cho'ng g'ulg'ul paydo bo'lganchu u vaqtda ashli bir Sword deydi Sword degan ne shu vaqtdagi suhbat o'tkazgan kishi ekanda Amerikaniki uni shu sarong ahmaq bir parcha muzni shundoqcha pulga setib oldi deb ayblagan lekin 1890-yillar bu yerda cho'ng oltin kanlava oltinlar tepildi oltinlar tepilgandan keyin bu yerga oltin gold rush deb oltin qo'g'lab bormiz deb bu amerikaliklar ashyaga berib shu bayib ketganda shuning bilan keyin andikan bu ahmoqlik qildi degan paranglarmi shuning bilan jimiqib ketdi yo'q bo'ldi endi hozir qaraydigan bo'lsak bu nihoyatda cho'ng nihoyatda bir foydali bir yerda chunki bu shundoq endi Alaskada shunchalik to'xtalaylik nima qilib andin nega keldik mana Amerikaniki xaritani bir o'taylik xaritani qaraydigan bo'lsa uning bak Hawaii orollari hamda bu Uyg'urcha Hawaii degan shu Hawaii taqim orollari shu ku. Hawaii Uyg'urchada Hawaii deb yozibdi asli Hawaii deb Uyg'urlar Hawaii deb Hawaii degan ashada yilni yozib qo'ydim-ku deyman 1900 bular o'zligidan shu Amerika qo'shilishini xohlaydigan bo'ldi. Shuning bilan shu bu Amerikaningki bir ayrim shtat shu 4 cho'ng orol bor-ku. 4 cho'ng orol shuning bilan Amerikaningki nimasi kirib. Bu yerda pul to'laydigan ishim bo'lmagan. Chunki o'zligidan bo'ldi sizlarga biz Amerika qo'shildik deb rozilik bilan kirgan 90% shu bir nima saylamdak nasib bo'lib ketganda bilet tashlashchu shu bilet tashlashda 90% aholisi Amerika qo'shilamiz deb shunga Amerikaniki nimasi bo'lib ketdi bu to'g'riliq shunchalik bo'lsin bu Hawaii'ni-chi nima qilib Hawaii'ning endi buni Yamayat Tinch okeanining o'ttirida bunun stratejiyalik o'rni bek muhim. Hem bununki uşak oralların töpeden altından kaçsak 2000 kilometreden uzun. Demek aşınçık ya sen her kandak Tinch okeandan her kandak devlet mağmen deyse bu yerden ötenmeydi bu Amerika'ya terdi. Çıkındı diye Afrika piyolu harbat verkas aşağıda boğan bu alaka. Ya bir yer aşı aylanda Hawaii çıkar boğanı. O ayrım çoğun topiklar var hem de bir yerde Hawaii'ninki Amerikan Samoa. Dünya uçuşluk rolü edilendikler.
Ha? Ha, bu Samoa aralları dep uşak arallar. Bular hem de Amerika'nınki bularniki Amerika'nın ştatları bulmaydı. Bir yerde Amerika'nınki abay men dep ötken 50 ştattan başka yana 5 teritoriyası var. Bu teritoriyası nima deganda mesela harbiy jihatdan aytgan chog'da Amerika ularni qo'g'dab qoldi agar birasi hujum qilib qolsa. Bu kichik arallar asosan sayohatchilarning shundoq nimalar bilan o'z vaqtida ammo urushlarda cho'ng asqatgan. Bo'lib bu mustamlik urush jarayonlarida keyingi ikkinchi dunyo urushi mishalar cho'ng rol o'ynagan. Bu o'sha Atlantik okeanining o'tirdi bir Amerika qo'shqinida jiroq bir joylar buni Samoa orollari deydi. Amerikan Samoa deydi. Yani bir yerden bir qancha uşak arallar var. Bularmı özlüğünden Amerika'ya nima qo'yatgan. Aşağınalıqqa nima deymiz qabila başlıkları mı? Qabila başlıkları bo'ldi. Yerimni berib etdim deydigandek gaplarni qilib, chunki o'zimni manfaat keldi-da, o'z berib etgandan keyin nurg'un jihatlardan Amerika qo'g'daydigan bo'ldi, Amerikaning territoriyasi bo'ldi. Ammo Amerikaninki bir narsani men bu yoqqa qistirib o'tay. Amerikaninki territoriyasidagi aholilar bor, ularning saylash huquqi yo'q. Saylash huquqi bo'lmaydi. Andikenlik Amerikaga tax to'laydigan ishlar bo'lmaydi. O'zlarinkini o'zi tepib, shundoq bir alaydiliklar bor. Hamda harbiy jihatdan, ma'lum ma'muriy jihatlardan Amerika boshqurdi, yordam qilish ehtiyoji bor. Lekin hozirmi ba'zi Amerikaliklar ashyalarni nima deb boqimiz deydiganlar bor-ku, berib etmamdiq, mustaqil qilib etmamdiq deydiganlar bor. U Amerikaning ma'lum yerlar kelganda uni cheksiz kengaytirma deb o'ylab ketmaydi. Shu o'to'g'li birdan yana paranlashimiz Kanadaga kelgan chog'da. Shu bu bir şeyden. Onu Hem da de bu yerda Ha? maxsus savollar bor. Bu yerda maxsus savollar bor. Ma'lum o'taylik hamda Bu Virginia Virgin aralları degan bu asli Daniyanın mustamlikidi. Şu Daniyanın mustamlikidi. Lekin bu yani şu Amerika hemen yılı ismini sınıfsızda yılını bir ismi diye. Yılını bu yaklaş biraz teskençi hani. Yo'q, ha. 1917 yılı şunu Daniyadan setip aldı ekan. Şu vaqtida 25 milyon dollar to'lagan. Bu hozirgi şu 500 milyon dollarga yaqin pulda. Şu vaqtida buni şu arallarını setip olgan. 25 milyon dollar. Lekin şu 25 milyon setip olgan. Endi buni shunchalik tushuntirib o'taylik. 11 arallar davlatlari Amerikaning territoriyasi kirdi. Amerika grajdan deb qaralmaydi o yerliklar çünkü Bu yer nima şeydagi British Virgin Islands deb yozib nimasi bor unga? Nimaga? Nima British Virgin Islands deb. Ya o islands degan gap, arallar degan gap inglizcha. Ha. Ya Islands deb Amerika deb yozmaydi, British deb ataydi deyman. Ya bu ne amdiliqat? Hazır British ya hazır British demeydi, hazır American Virgin Island deydigan bo'ldi. Ashuna avu nima de xatolik Konu xarid American Virgin Island deydi. Çünkü bunu Daniyada setib olgan. Hamda hozirgi ahvol o'xshamaydigan yeri, ma Trump abay siz mi deb o'tdingiz? Trump Grenlandiyani Daniyadan setib olmaymiz degan gaplarni qilgan, hozir degan qattiq qarshilik ko'rsatganda qilyotdi. Ammo meya kelgan chog'da o Daniyami degan hech qanday qarshilik bermagan, rozilik bilan berib o'tgan shunday 25 milyon dollar. 25 milyon dollar degan u vaqtda nihoyatda jiq pulda, hozirgi pulda 500 milyon dollar bo'lsa, u vaqtlarda nihoyatda jiq pul. Lekin buningdan qutulaylik. Chunki bu Amerikaningki mavu kengaytish strategiyasi ta'sir qilgan yachu lekin dunyoda o'ttir dengizning o'ttiri bir yer bo'lgandan keyin ashada nima qilish harbiy bazaslar bor Amerikaning. Bu Nafsi keyingisiga o'taylik, ya. Ma'lum keldi qanda Puerto Rico deydi. Puerto Rico. Puerto Rico'da uzun to'xtalmaydi. Puerto Rico niye uzun to'xtalmaymiz? Filipin to'g'riliq kelajak. Puerto Rico degan Filipinninki yendiki bir kichik nimalarda. Ma Filipinni shu vaqtida Amerika Filipinni setib olgan. Setib olib keyin hamda o'zligini qaytarib yotgan 1899-yili buni Filipin Cession deydi. Filipinning ayrilishi degan gap. Bu Amerikaga
$20 milyon yani hazırki $636 milyon Amerika setip bergen yani. Setip berip keyin endikin bu emdilikte Filipin 2. Dünya Uruşı mezgilinde ait çoğun rol oynagan go. Onundan burunqa ma mustamliklerin kengeliş vaqtlarında ma bir çoğun rol oynagan yerlerde. Şunu $20 milyon setip elip endikin kene 1900 bu yakın kışlarda 1900 kaçıncı yıldı? 1946ga to'liq mustaqillikqa erishib Amerikan kontrol qutlagan emisi. Ha, 1940 ya bundan kim bo'lgan? 46ga ma yozgan nimada Ha, 46-yili o'zining mustaqilligini jakalab, ma Amerikaninki kontrol qilishidan qutulgan bu. Hamda keyin bilamiz-ku, keyin o Amerikaga qarshi qilgan ishlarni qilgan 2. Dünya urushida cho'ng rol o'ynagan bir cho'ng urushlar bo'lgan-ku. Shu mezgillarda nima qilgan? 46-yil degan to'g'ri, 46-yil. 46-yil. Endi Mao Gertland orli ma narsaga kelar qatim kirsak bo'lamki, Gerland orli haqida bu turablan degan gapi, anadan boshqa Kanadani 51 shtat qilish, Panama chetirish to'g'risida bu uch yo'qni kelar qatimliq suhbat qiladi. Hozir 40 minutda eshibdi. Siz oldiraysiz safarga. Ben şunu deydigan. Bir şigaylan, bir mezmun unutib qolgandek turdi. Endi biz Gollandiyada yashashgan Gollandiya tarixini o'rgandik. Bundan ham 400 yil burun ilgari hozirgi Gollandiya o'chog'ida dunyo Amerikadagi bir kuchli davlat, qeyri kapitalist davlat. Yevropada dastlabda Portugaliya, Ispaniya, keyin Portugaliya, uning keyindan Gollandiya. Bular dunyo so'rg'an o taraf Amerika, Yeni Zelandiya, Avustraliya, Afrika qit'alarigacha bularni kengayib, Amerikaning shu joyda bular mustamlik qilib, 1624-yilda shu New Yorkni bayqab, ma Gollandiyani Amsterdam bir yer bor. Ash Amsterdam o'xshab ketgan yer o'xshaydi, New York menga berib qo'ydim menda. New Yorkni New Amsterdam deb ataydi ekanda, ya'ni bizga Yangi Amsterdam shu bahona shularni ismini qo'yapti-ki. Kim biladimi shu Angliya setib tutgan 1600-yillari degan bir tarixlarni Gollandiyaga faxrib so'zlab berganidan anglagan tuqda. Shu azroq qo'shib qo'ygan gap qoldi endi. Ya'ni Gollandiya. Men bir şeyde ikki gap qo'yay endi Abdurimga. Men ayt yaxshi dedingiz. Men shuni to'g'ri biroz to'xtalay degandim. Men New York taraflarga borgancha New Amsterdam, aslida New Yorkning ismi degan New Amsterdam edi. Babay Mevlan deb o'tdi, o'z vaqtida 24-25 dollarga ashyalarni setib atgancha shu aniqlarda bu Amsterdam, ya'ni ma Daniyaningki shu Amerikadagi nimasi xeli kuchlikdi. Ular işte hatta İngilizler bilen soquşadigan ashtaşlarga kim mag'lub bo'lib ketgan albatta o New Amsterdam deb Amsterdamning ismini attıqcha o'zimiz New York debchi York degan ma Angliyaninki bir nimasi bir shahri-ku, bir rayoni. Shuning uchun meni mayaqni New York deb ismini o'zgartgan. Bu tarixi bor. Bu qiziqarli gaplarni aytdi jiq bu yerdan bugun vaqtni Mevlaka qilgan nimalaringiz bor bo'lmasa temini yig'imiz, to'xtamiz. Jig'andi bu ilaqa bu Amerikaga mı Yevropaning har yerdan kelgan odamlar bo'lgandan keyin o'z ziminiga bo'lgan hissiyoti tugmaydi. Shu o'z zimini Amerikaning ismlari nurg'un shu Yevropaning ismlarida ilingan. Masalan bu Amerikaning qima shahar Las Vegasga borsang bir Angliya British Bruce degan bir ko'rik bor. U ko'rik nim bo'lganligiga yiliqi bir mushakka Amerikaga kelgan Angliya odamning ash Angliyada yutidagi bir cho'ng ko'rik buzilib ketsa, ash buzilib ketgan ko'rikning butun toshlarini, yog'ochlarini sit ilib endi Amerikaga akilib, bu yerda ash toshlar bilan ko'riklar bilan men ko'rik solgan. Ash o'zininki qadimki davlatiga bo'lgan hissiyotida bundaq ishlar Amerika degan Yevropadagi butun yerdan ko'chmanlardan kelgan xalq bo'lgandan keyin bu Yevropaning har ismlari bilan qilgan yerlar bakli ko'p. Amerikaning misha bizni Kaliforniyaga borsang shaharlarmi shunda jiq. Masalan nurg'un shaharlar bor, borsang ismi shu Yevropadagi qadimki ismlar. Shunga o'xshash. Bunda olsa bugungi temini mishada to'xtaylik. Asosga bugungi suhbatningki muhim nuqtasi Amerikaninki zimin setilish tarixi bir nazar tashlab, tarixda qaysi ziminlarni setib olgan, shu ziminlarni bir qisqa tunishtirdik. Ham kelar qatimda bu do'qi Amerikaning yig'inidan saralgan Durant tarafninki Rejista bayram harpisida Kanadaning o'zining 51 shtati qetib olish, Daniyaning Gerland orolini setib olish,
Panama aralıq qaytırıb iş qatarlıq münemeler dünya küçük təsir qozğıdı. Bunu oxuğandan keyin mening kallama bir fikirlik kirib, Sharq Turkiston Donald Trump satamdıq, jig'ib aytgan Amerika satamdıq degan bir maqola yozib, o'zining Facebook sahifasida e'lon qildim. Bu maqomda küçük təsir qozgan ba'zilar yaxshi aktiv inkas qaytarsa, ba'zi salbiy inkas qaytarayotganlar bor. Jig'ib aytgan avval qarindoshlar bu maqolani bir o'qib chiqsin. Hani kiler qatorliq suhbatda bu Donald Trumpniki Rojdestvo bayramida qo'ygan shu Kanadadan 51 shtat qilish, Grenland orolini setib olish, Panamani qaytarish shu temin asosida shu tukkanda ba'zi so'ragan nazariy savollar bor. Nima uchun u setib olishga Amerika hukumati Donald Trump uni o'ttirib qo'ydi? Buni siyosiy ariq ko'rinishdimi, tarixiy, jo'grafiyalik o'rni qanday muhim ahamiyatga ega? Bu nuqtadan chiqish qilib, anan keyindan nima uchun men Sharq Turkistonni satayli degan bu nuqtani yuritdim. Bu meniki bir ideya, bu fikrimda hamda. Hani bu nuqtada bir talash chiqib boqamiz. Shunga bugungi suhbatni mishad oxirlashtirib berdi. Suhbatni ko'rgan barliq qarindoshlarga rahmat. Shundaqlar sizlarningki bu qatnam suhbatga qatnashib berganlar ko'pdan ko'p rahmat. To'g'rilikka safaringiz oq yo'l bo'lsin. Hamsa kirar qatorliq programma ko'rishaylar. Hammanglarga Allohga omonat. Rahmat sizga Andas Abdurimjon. Mening vaqtim bir qisqa qoldi, shuni to'g'ri tushunib to'xtatganligingizga rahmat. Men bu safar ma'musam bo'ldi. Abay topiklar yaxshi topiklar-ku. Endi bugun Abdurimjon deb o'tganda